tomonlardan masala qo'yilgan mana shu davlat nasoslarini davlat xususiy sherikchiligi asosida xususiy investorlarga berish va shu orqali elektr energiyasini ekonom qilish, mablag' ekonom qilish, qolaversa kafolatlangan suv bilan ta'minlash masalasi oldimizga qo'yilgan. Endi hozir mana bitta mana shu loyihani hozir egasi bilan gaplashdik. O'tgan yili 3.200.000 kilovat limiti bo'lgan bo'lsa, o'sha kilovatda oldin davlat o'nes olib berayotgan suvni o'sha hajmini 2.200.000 kub bilan 2.200 kilovat bilan bajargan. 1.700.000 deyapti, endi 3.900.000 ishga. 1.700.000 kilovat iqtisod qilyapti. Bu pulga aylantirganda 1.200.000 atrofida pul bo'ladi. U uni investitsiya qilib kirityapti. Ya'ni nasos yangilayapti, iqtisod qiluvchi texnologiyalar o'rnatyapti. Shundan kelib chiqib, bu yilga oldimizda biz prezident va'da berganmiz 20 ta shunaqa nasosni davlat xususiy sherikchilikka o'tkazishimiz kerak. Bemalol qilsa bo'ladigan ish. Qayerda